Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ko'chatlarimizni ham boshlab oldik. Bu ko'chatimiz nomi Cleary. Erta pishar, erta boshlaydi. Pishishi ham, shirinligi ham zo'r. Hozir mana katta kloglarga ko'chat qilyapmiz. Bu 20 bittalik. Bu 20 bittalik ko'chatlarimiz. Hozir opalar har tomonda poylarda terishyapti ildizlari. Xo'p, hozir biz ko'chatlarga qanday qilib mana bu substratni tayyorlayapmiz. Substrat shunday solib qo'yiladimi yo solib turib ustiga suv qo'yiladimi? Xo'p, biz mana bundoq tayyorlaymiz. Katta tog'ora suvni olib, quyib, bundan solib, mana shundoq jija qilib, bu jija emas, jijadan sal bundoqroq solib, bunga yaxshilab bosib, tekislab ustini mana bu holatga keltiramiz. Ozgina trambovka qilamiz. Mana bu bilan ustiga qo'ysak trambovka bo'ladi. Xo'p, bu holati shunday bo'ladi. Lishniy oshiqcha suvlari tagida teshigi bor chiqib ketadi. Shunday jarayon davom etyapti. Bizni kuzatishda davom etaveringlar. Xudo xolasa yaxshi ma'lumotlarni berib boraveramiz. Like tugmachalarini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Obuna bo'linglar. Xudo xolasa manfaatli ma'lumotlar olasizlar inshaalloh.